Sizni to'yingizmi bugun? Bugun sizga velosiped sovg'a qilishsa xursand bo'lasizmi? Mustaqilligimizning 35 yillik to'yiga qo'shaloq to'y sifatida bugun Andijonda 5-avgust sanasida 35 nafar bolajonlarimizga sunnat xatna to'yi qilinadi. Bularning barchasi Allohning roziligini topish uchun. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Vaqf xayriya jamoat fondi hamkorligida bugun katta tantanani boshlash arafasida turibmiz. Bularning barchasi mana shu saxiy insonlarimiz bilan birgalikda bolajonlarimizni o'ksik qalblariga quvonch ulashish, ularni baxtiga yanada baxt qo'shish maqsadida o'tkazilmoqda. Sizlar ham bu jarayonni kuzating. Xayrli ishlarni, ya'ni qilinadigan yaxshilikni duosi ijobat bo'ladigan, mustar bo'lib turgan muhtojlarga, yetim yesirlarga qilinadigan bo'lsa, buni savobi yana hamda ulkan bo'ladi. Mana bugun Vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan, aynan Andijon filiali tomonidan 35 nafar mana shunday bolajonlarga xatna to'yi tashkil qilingan ekan. Maqsad ularning qalbiga xursandchilik olib kirish, maqsad ularning duolarini olish. Qalblariga xursandchilik olib kirib turgan hamyurtlarimizdan, homiylarimizdan Alloh taoloning roziligini so'rab qolamiz. Tadbirlarimizni bardavom bo'lishini Xudo taolo o'zi nasib ro'za aylasin. Bunga jonbozlik ko'rsatgan, homiylik qilgan homiylarimiz hamda tashabbusni ilgari surgan yurtboshimiz, muftiy hazratlari, Vaqf xayriya jamoat fondi rahbarlari va hamda xodimlarini hammalaridan Alloh rozi bo'lsin, ajrlarini, mukofotlarini Xudo taolo o'zi ko'paytirib bersin.